Hamdaqa 15 ta kubok nima deyapti? Bu faqat Real Madridda bor, boshqa joyda yo'q. Har safar kirsam qaranglar, badallar anaqa bo'lib, g'alati bo'lishni boshlaydi, chunki bu butun tarix 15 ta o'zi emas, kubok olish. Prosta ko'ringlar buni. Keling bugun siz bilan o'sha mashhur Real Madrid stadioni, ya'ni Santiago Bernabeu haqida gaplashamiz. Ko'rib turganingizdek, bu o'sha mashhur stulchik. Va undan tashqari siz buyuk Real Madrid tarixini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari oltin kuboklar Real Madrid ochilgandan, asos solgandan beri va mana oxirgi olgan Liga Chempionlari kubogigacha ko'rishingiz mumkin. Mana bu kofi bilan bu vid nima deyapti? Undan tashqari Real Madrid stadioni yangilangan. Siz endi bemalol Real Madridni ichki tarafi, ichinish xonasi, kiyinish xonasi va murabbiylar o'tiradigan joyigacha tushishingiz mumkin. Real Madrid muxlislari muzeyni o'zgartdi, tabriklayman, boshqacha yo'nalishda bo'libdi. Endi bizani pastgacha ham ruxsat berishyapti kelishga. Real Madrid baribir Realda. Realchilar qo'llab-quvvatlavorasizlar videoni. Gap yo'q. Yanada hozir boshqa joylarni ham sizlarga ko'rsataman. Voy, atmosfera nimalar tushirib qo'yibdi stadionni mana. Rostlam Zazorni. Bernabeu. Gap yo'q.